Assalomu alaykum. Yaxshi kelsin. Ilhom aka eshitilyaptimi? Assalomu alaykum Ilhom aka. Ilhom aka, звук qo'shilmagan sizda. Kamerani yoqib, ovozni yoqib yuboring. Yoqib yuboring mikrofoningizni. Bo'ldi. Qaysi birini yoqayım? Bo'ldi. Assalomu alaykum Ilhom aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ilhom aka, siz zaten yuridik bo'limga topshirgansiz. Argus bo'yicha. Aha. Zaten inspeksiya Shunaqa. o'tgan yili tashkil topdi. Inspeksiyamiz nima ish bilan shug'ullanar ekan, ko'rgandingizmi? Bizlarning inspeksiyaning asosiy vazifalari, majburiyatlari, huquqlari nimalarga Tushundim, savolga tushundim. Endi To'xkon geologiya bo'lgandan keyin, shu geologiya inspeksiya bo'lgandan keyin asosan To'xkon ishlari bilan, geologiya ishlari bilan shug'ullanadigan ishlar bo'ladi. Qazilma boyliklarimiz, yer osti qazilma boyliklari bilan shug'ullanadigan tashkilot nazarda tutiladi. Geologiya qidiruv ishlari, geologiya qazilma ishlarini olib boradigan, razvedka ishlarini olib boradigan ishlar nazarda tutiladi. Inspeksiya shu ishlarni menimcha nazoratchilar hisoblansa kerak. hozirgi ishlayotgan joyingiz qayerda? Hozir qayerda ishlayapsiz? Endi yuristlar bilan ishlash. Hozir Samarqand viloyat madaniy meros boshqarmasida yurist bo'lib ishlayapman. Bu inspeksiya siz aytganingizdek o'sha To'xkon sohasida qanoat xavfsizligini va konfliktlarida ularni nazorat qiladigan tashkilot hisoblanadi-da. Mana shu ishlarni Tushunarli, bilaman. olib borishda bir qancha xavfsizlik qoidalari bor. O'sha qoidalarni ishlab chiqardi. To'g'ri. Normativ hujjatlarni ishlab chiqish kerak. Bu bo'yicha tajribangiz bormi? Normativ hujjat, ya'ni 400-500 varaqli qoida ishlab chiqa bilasizmi? Tushunarli, endi ularda xabarim bor, endi tasavvurga egaman. Normativ hujjatlar ishlab chiqishga endi viloyat miqyosida qatnashganmiz, lekin respublika miqyosida qatnashmaganman. 25 yillik chista yuridik stajim bor. Viloyat miqyosida bir 5-6 tashkilotlarda ishlaganman. Sizlardagi obyektivganda hamma tashkilotlar kiritilmagan. Shu viloyatda 5-6 viloyat boshqarmalarida ishlaganman. Endi viloyat ham respublika nimasi boshqa-da. Savollaringiz bormi? Ilhom aka, komissiyaga taklif e'tirozlaringiz bormi? Yo'q, e'tiroz yo'q. Rahmat. Yaxshi, e'tiroz yo'q. Bo'lmasa bizlar kadrlar bog'lanadi aka. Xo'p, rahmat. Yes. Xo'p, sog' bo'linglar, xo'p. Bunda boshqa bormi yo'q? Yo'q, boshqa qolmadi. Javob